Video filmning 18-minutidan 18-minuti 46-sekundigacha bu loyihalarini Qozog'istondan ham sotib olish uchun xaridor kelyapti. Raqamda qancha pulga so'rayapti masalan? Raqamda 10 milliardga so'rayapti. 10 milliard dollarga. 10 milliard dollarlik loyiha. Amerikaga 300 milliardga predat qilyapmiz. Tijorat taklifi yuborganmiz. Amerikaga 300 milliardga tijorat taklifi yuborgansizlar. Приблизительно mobil mukofotiga ham xatlar jo'natilgan. Turibmiz hozir javob. Agar hozir Amerika masalan buni to'liq o'rganib chiqsa, domla, endi yana bitta oddiyroq savol beraman. O'rganib chiqib, ularga ma'qul kelib qolsa, siz 300 milliard dedingiz, ular masalan 200 milliarddir, 150 milliarddir sizga taklif qilsa, sotib olasizmi loyihani? Yo'q. Men eng minimalnisini ko'rsatyapman. Chunki meni programmam ishlatsa 20 million odamni ishini qiladi. Demak 20 million odam Amerikada. Nima uchun Qozog'istonga 10 milliard deyapman? Ularda qancha? 19 million aholi. Ularda 400 million aholi. Shundan 20 millionini ishini qiladi degan. Abduvahhab Kurgonbayevning bu gaplari ham mutlaqo asossiz va g'irt yolg'on. Chunki Assembly'dek past darajali dasturlash tilida dastur yozuvchi Abduvahhab Kurgonbayevdan farqli o'laroq Ketlin But 1927-yili Assembly'ni yaratganidan keyin paydo bo'lgan Python, R, Java va MATLABga o'xshagan zamonaviy yuqori darajali dasturlash tillarini yaratib, ulardan foydalangan holda butun dunyoni qamrab olgan internetda juda ham mashhur bo'lgan Facebook, YouTube va Instagramga o'xshagan ijtimoiy tarmoq va video hostinglarni yaratgan amerikalik zamonaviy dasturchilar u yoqda tursin. Ular yaratgan sun'iy intellektlar ham Assembler dasturlash tilida AQShdek davlatda 20 million kishini ishini qila oladigan davlatni boshqarishning virtual modelini yaratish aslo mumkin emasligini, agar bunday dastur Assemblerda yozilgan bo'lsa, u ish bera olmasligini juda yaxshi biladilar. Shuning uchun ham AQShda hali ishlashi mumkinligi xalqaro maydonlar va televideniyada Sam Altman, Mark Zuckerberg, Elon Musk va boshqa buyuk dasturchilar o'zlari yaratgan dasturlarni o'z taqdimotlarida, prezentatsiyalarida namoyish qilishganlaridek namoyish qila olmagan va namoyish qilishga qodir ham bo'lmagan Abduvahhab Kurgonbayevdek safsataboz dasturchining AQShdek davlatni boshqarishning virtual modeliga hech kim hech qachon 300 milliard dollar beraman deb xaridor bo'lishi mutlaqo mumkin emas. Bu fikrlar Abduvahhab Kurgonbayev 10 milliard AQSh dollarida baholab Qozog'istonga taklif qilishi mumkin bo'lgan davlatni boshqarishning virtual modeliga ham taalluqlidir.